Qachon biz ham bir odamga o'xshab pul toparkanmiz? Yosham bir joyga borib qoldi, ukam. Men ham mol qo'ylarimni sotib 100 millioncha pul tayyorlab qo'yganman. Shunga biror ish boshlab olmasam, hamma pullarimni ishlatib qo'yarman. Mayli, bir gap bo'lar. Voy bu kim ekan bizani qishloqdan bunaqa mashinada yuradigan? Avazbek. Bu dehqon Sharof akaning o'g'li-ku. Tepa ko'chadagi Sharof akami? Xormaylar qo'shnilar. Salomat bo'ling aka. Siz yaxshimisiz? Rahmat. O'zingizlar qalaysizlar? Rahmat aka, yaxshi. Chiqinglar uyga choy qilamiz. Chiqamiz. Mayli, sog' bo'linglar. Rahmat. Mana shu bolami yaqinda velosiped haydab nima ish qilishini bilmay yuruvdi-ku, Avazbek. Shunga hayronman. Biror ish boshlagandir-da. Yo'q-e. Qani yuringlarchi. Bir suhbatni olaylikchi, boraylikchi. Nodirbek. Nodirbek. Labbay. Kelinglar qo'shnilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar. Nodirbek, bankdan o'mardingmi deyman? Uylarni ham ko'tarib yoribsan. Bu nima deganingiz aka? Mehnatning orqasidan hammasi. Bo'lmasam, yo'l yo'rig'ini ko'rsat bizga ham qo'shni bo'lib. Ko'rsataman qo'shni. Qani yuringlar mashinaga, aylanib kelamiz. Xo'p. Mashirlar senikimi Nodirbek? Shunaqa aka. Qatdan shuncha qobiliyat. Hozir tushuntirib Avazbek, buni qarang, ikki tarafiga ham beda ekilgan ekan. Mana aka, shu yer, mashina, uy-joy hammasi shuni orqasidan. Yo'q, aka. Nima bu o'zi? Bu press-pad borshik aka. Nima qiladi bu? Bu sizga somon, beda presslashingizda juda ham katta yordam beradi. Bir kunda 3000 tagacha press ishlab chiqarishingiz mumkin. Bu bilasizmi nech pul degani? Nech pul degani? Kuniga 5-6 million so'm degani. 5-6 million? Albatta aka. Nodirbek ukam. Aka. O'zing ham bilasan. Hech qayerda ishlamayman. Shu press podborshik apparatingdan bitta olib berib, yo'l yo'rig'ini ko'rsatib o'zing yordam qilsang bo'larmidi? Men ham senga o'xshab mashina haydagim keladi. Mashinaqa katta firmalarga egalik qilgim keladi. Shunga bir yordam qilsangchi. Aka, paytida menga ham yordam berishgan. O'sha insonlarning orqasidan shunaqa bo'lib yuribman. O'sha yordamni bugun men ham sizga bermoqchiman. Faqat kiyimingizni almashtirib oling aka. Bir Toshkentni aylanib keling. Rahmat. Hozir almashtirib kelaman. Ana aka, meni shu darajaga yetishimga shu kompaniya sababchi bo'lgan. Gap yo'q, Nodirbek. Qanaqa kompaniya bu o'zi? Bu Agrostroy Leasing kompaniyasi. Bu yerdan siz barcha turdagi qishloq xo'jaligi texnikalarini leasing asosida foizsiz xarid qilsangiz bo'ladi. Shu kompaniyadan men sizga press-pad borshik sovg'a qilmoqchiman. Faqat qolgan 50% to'lovini o'zingiz oyma-oy to'lab borasiz. Rahmat ukam. Kattakon, to'layman albatta. Qani yuring bo'lmasa. Ana aka, press-pad borshik muborak bo'lsin. Rahmat ukam, Nodirbek, rahmat ukam. Joningiz sog' bo'lsin aka. Aytgancha Nodirbek, ular Damazdan sotishadimi? Yo'q aka. Agrostroy Leasing kompaniyasi 2025-yilda barcha press-pad borshik xarid qilgan o'z mijozlariga 3 ta Damas avtomobili va yana ko'plab boshqa sovg'alarni sovg'a qilishga qaror qildi. 2024-yilda press-pad borshik xarid qilgan barcha mijozlar bitta Damas avtomobili va yana ko'plab boshqa sovg'alarga ega bo'lishgan. 2025-yilda esa Damazlar soni 3 taga ko'paydi. Press-pad borshik xarid qiling. Damas avtomobili va yana ko'plab boshqa sovg'alarga ega bo'ling. Ana shunaqa gaplar aka. Siz ham shu sovg'alardan biriga ega bo'lishingiz mumkin. Men ham press-pad borshik sotib olaman. Avaz, qatga? Men ham Damas yutib olmoqchiman. Agrostroy Leasing, fermerlar muhabbati.